qilib uni pishirib, tog'irlarga suzib, olib borib, sotib kelguncha ancha charchaysiz. Charchaganingizdan keyin, charchab uyga kelganingizdan keyin o'ylaysiz, shu ishni qilmasammikin, charchadim. O'sha odam vaqt soati keladiki, hamma narsadan charchaydi. Hayotdan charchaydi, mehnatdan charchaydi. Yoshingiz katta bo'lgandan keyin shu narsani ko'proq o'ylaysiz. Yoshlikda o'ylamas ekansiz. Bolaligim yaxshi o'tgan. Xudoga shukr, yaxshi yashaganmiz. Shu ota-onam ovqat qilib so'za qilishgan. Ularga men chiqib qarashardim. Mehnatim og'ir. Buni qilib borganingizdan keyin sovuvda ham, suvda ham qilgan mehnatingizni, mahsulotingizni sotishingiz kerak. Pronto, Mashima. Come on, chop, chop. Kelile vere hasıpla bu, hasıp, tebeke, bağlak, kelile joyla bu. Ben Nazara Farida, 70-yilman. 20-25 yildan beri shu savdo bilan shug'ullanaman. Onamdan shu o'qishlarni bitirganimdan keyin sekin o'sha bozorga chiqishni boshlaganman. Bozor 30 yil ichida o'zgarib ketishdi. O'zgarib ketdi. U paytda bundan men o'sha onam bilan chiqqanda yoshlar, katta insonlar hammasi sodda bo'lgan. Hozir soddalar yo'q. Shu streyni siz ham o'qigan. Onamni qilgan mehnatlarini men o'zim anaqa qildim. O'zimga nima deydi, kasb qildim. Nima deysiz, men o'sha davlat ishida ishlab bolalarimni o'qita olmasdim. Unaqa mablag' yetmasdi. O'shanga bolalarimni o'qitishim uchun, bolalarim yaxshi o'qishga kirish uchun, hayotda qiynalmasligi uchun menga o'xshab shu soat shu ko'chalarda turib nima deydi, og'ir mehnat qilmasin deb o'qitdim. Men shu joyda savdo qilganman. Bu yerda yaxshi insonlar ham o'tib ketib qolishdi. Yaxshi onam bilan ishlaydigan xotinlar bor edi.
Assalomu alaykum. Yaxshimisiz keling? Olib ketishga, yeb ketishga jonim. Xo'p bo'ladi. Nechta? Xo'p bo'ladi. Yaxshi yuribsizmi? Yaxshi kelyapsizmi asalim? Agar bozorchi bo'lmaganimda katta doktor bo'lgan bo'lardim. Shu ukam bilan mana shu narsani o'ylaganman, ukam kasal bo'lib qolganda o'shanda menda his bo'lgan doktor bo'lish. Shu narsa meni qiynaydi. Shu ana xolam olib kelib qoldi. Xola hozir zipas turib kelingman bitta syomka ketyapti. Ana pulini u yoqqa berib yuborarsiz. Hamma narsa halollikda. Birovni aldamadim. Aldab pulini olmadim. Shu halollikda, chestlikda gap ko'p. Shunaqa yaxshi inson bo'ldi, Xudoga shukr. Mayli, men o'z mehnatimdan nima deydi, anaqa qilmayman, xafa bo'lmayman. Ota-onamdan qolgan kasb hunar bu. 10 yildan keyin shu nevaralarimni bag'rida, farzandlarimni bag'rida chiroyli dasturxonni atrofida shu oilam bilan normalniy chiroyli o'tirish xohlayman. Meni orzum shu. Hayotda hamma narsa bo'lishi mumkin. Ayniqsa ayollarga aytishim mumkin. Juda ayollar og'irroq bo'lish kerak. Er kasal bo'lganda ham, kasal bo'lmaganda ham oldida bo'lish kerak. Mehr berish kerak faqat. Mehr berganda sekretli narsalar hamma zo'r bo'ladi. 5 ta qilyapman. Hozirgi yoshlar juda anaqa, nima deydi, yengil tabiat, yengil qaraydi hayotga. Er ozgina kasal bo'lib qolsa, qaramaydi. Er pul topmasa, pul topmaydi deb boshqasiga o'tib ketadi. Pul topadigan erkaklarga qarab qoladi. Yo'q, unaqa bo'lish kerak emas. Devashka. Hozir 1 minut. Menga kichkina bo'lib qoldi. Ishlata olmadim. Большой надо, дорогая. Xo'p jonim. Mana men sizlarga katta urok yana matematika berdim. Xudoga shukr, mana hozir qizim ham oliy ma'lumotli. O'g'lim ham Xudoga shukr ishini topib olgan. Yaxshi. Endi men ham Xudo xolasa nima desa bo'ladi. Bu sohamni vaqt kelib to'xtataman. Xonimlar bor, kelinglar. Keling, aka xonim beringlarmi? Zakaz xonim. Qaynoq xonimlar keldi, mana qaynoq xonimlar. Doda xonim. Kelinglar xonimlar, kelinglar. Xonim zo'rdan ham zo'r ekan, keling. Qaynoq xonim. Xonimlar bor.